Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi raqamli biznes modellar deb nomlangan kursimizni 3-mavzusi haqida so'z yuritamiz. Ushbu demak kursimiz Hayattek loyihasi Erasmus+ Hayattek loyihasi doirasida amalga oshirilyapti. Demak, 3-mavzuda biz kompaniyalarni raqamlashtirish va ularning transformatsiyasi to'g'risida to'xtalamiz. Bunda raqamlashtirish tushunchalari va ularga yondashuvlar, biznes modellar va raqamlashtirish, raqamli transformatsiya amalga oshirish bosqichlariga to'xtalamiz. Avvalambor shuni aytib o'tish kerakki, raqamli texnologiyalar, raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot yo'nalishlarida ham O'zbekistonda ko'plab amaliy ishlar bajarilmoqda, yangi qonunlar, qarorlar qabul qilinmoqda. Shulardan bittasi haqida to'xtalmoqchiman. Raqamli O'zbekiston 2030 loyihasi. Buni har bitta talaba, tinglovchi tanishib chiqish kerak. Ushbu sohada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun ham foydali bo'ladi. Umuman soha vakillari uchun kerakli demak kerakli ma'lumotlar bor. Ushbu naqada nega to'xtalayapmiz? Chunki bu avvalambor shu raqamli biznes, elektron biznesni rivojlanishiga, elektron tijoratni rivojlanishiga bo'lgan yaxshi bir keyingi bosqich qadami deb hisoblasak bo'ladi. Chunki bungacha 2004-yilda elektron tijorat bo'yicha demak qonun qabul qilingandi. Bugungi kunda bu qonun juda ham demak dolzarbligini yo'qotgan bo'lsa, raqamli O'zbekiston 2030 ushbu bo'shliqlarni to'ldiradi deb o'ylayman. Bunda nimalarga to'xtalindi demak ko'rishimiz mumkin. Demak, axborot texnologiyalari, masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish, elektron tijoratni yangi etishimiz kerak, yangi huquqiy asoslarni, qoidalarni takomillashtirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish, iqtisodiyot va moliya sohasida axborot infratuzilmasini demak takomillashtirish. Bilamiz, fintechlar juda ham rivojlanyapti. Demak, qonuniy jihatlarni rivojlantirish, infratuzilmasini rivojlantirish juda ham muhim hisoblanadi. Shu bilan birga pochta va logistika infratuzilmasini modernizatsiyalash, internet to'lovlar, demak agregatorlarni rivojlantirish, milliy mahsulotlarni qulay va o'z vaqtida eksport qilishni ta'minlash. Demak, bu ham o'z-o'zidan eng muhim demak yo'nalishlarga kiradi. Moliyaviy supermarketlar, biznes modelini yaratish. Demak, ko'ramiz, mana biznes modellar haqida ham so'z yuritilyapti. Internet banking, bank mijoz, SMS banking, mobil ilovalar orqali xizmat ko'rsatish ko'lamini va sifatini oshirish, elektron tijorat sohasida malakali kadrlar tayyorlash, quvvat to'lovlari texnologiyalari va NFS demak texnologiyalarini joriy etishga qaratilgan. Yana ko'plab foydali ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Albatta, unda shu raqamli O'zbekiston 2030 demak tashabbusi bilan tanishib chiqinglar. Bemalol foydalanishlaringiz mumkin. Demak, ko'p qulayliklar, ko'p sohalarga alohida e'tibor qaratilgan. Demak, raqamli tushunchasi to'g'risida to'xtalamiz. Dunyoning mashhur McKinsey nomli kompaniyasi bor. Bu axborot texnologiyalari sohasida tadqiqotlar olib boradi. Raqamli demak ta'rifini McKinsey 3 ta asosiy qismga bo'ladi. Bular biznes olamining yangi jabhalarida qiymat yaratish. Demak, raqamli biznes olamining yangi jabhalarida qiymat yaratishga erishadi. Keyingisi, mijozlar bilan munosabatlarni bevosita ta'sir ko'rsatadigan jarayonlarni optimallashtirishga ta'sir ko'rsatyapti. Demak, jarayonlar optimallashyapti. Bu demak, mijozlar bilan munosabatlarda jarayonlar optimallashyapti. Demak, biz ko'p narsani o'rganyapmiz raqamli orqali. Raqamli bo'lgani uchun endi butun taassurotlarni, qaysi sahifada o'tirdi, qanaqa demak betlarda to'xtadi, qaysi qismlarni qiziqtirdi. Bu narsalarni demak biz o'sha raqamli texnologiyalar orqali bilib o'rganib olishimiz mumkin. Keyingisi, biznes yuritishning butun bir tizimini ishlashini ta'minlovchi salohiyat yaratdi.
demak, raqamli texnologiyalar undan tashqari biznesni boshqaruv jihatlariga ham, aspektlariga ham ta'sir ko'rsatyapti. Demak, McKinsey raqamli ta'rifini mana shu 3 ta jihatda ko'radi. Yoki shu 3 ta jihatni demak umumlashtirishga e'tibor qaratadi. Biz oldin ham to'xtalgandik raqamli biznesga, raqamli modellarga. Endi elektron tomoniga o'tsak, elektronlashtirish, elektron nusxalash degan tushunchalar ham bor. Bilamiz, analogdan ko'pincha analogdan demak bir demak elektron tarzga o'tkazish, bu asosan elektronlashtirish nazarda tutiladi. Demak, elektron shaklda mavjud bo'lishdan demak asosiy maqsad elektron mavjud bo'lish yoki oldin qanaqadir analogda mavjud bo'lganini elektronga o'tkazish, elektronlashtirish degan ma'noni umumiy beradi. Kompaniyalar, turli kompaniyalar demak bu bo'yicha to'xtalgan. Cisco demak elektron nusxalashni biznes natijalari uchun odamlar, jarayonlar, ma'lumotlar va narsalarning o'zaro bog'lanishi orqali aqliy va amaliy bilimlar yaratish deb ta'riflagan. Xo'p, keyingi anaqa Gamlet elektron nusxalashni demak quyidagicha ta'riflaydi. Bu maqsad bu amalga oshirilayotgan yoki taklif qilinayotgan narsalarni takomillashtirish emas, balki yangi qiymat yaratish va mijozlarga yetkazish. Ko'rishimiz mumkin. Demak, yangi qiymat yaratish va mijozlarga yetkazishni, o'sha yangi qiymatni mijozlarga yetkazishni asosiy o'ringa qo'ymoqda. Keyingisi demak Gamter ta'rifi edi. Keyingisi elektron nusxalashni yangi shakllangan bilimlarni egallash va manfaatdor tomonlar uchun yangi qiymat yaratish maqsadida ushbu artefaktlarni biznes jarayonlariga tatbiq etish maqsadida analog yoki jismoniy artefaktlarni raqamli ravishda foydalanish deb ta'riflaymiz. Demak, ko'rishimiz mumkinki, bunda nima asosiy o'rin turibdi? Mana shu analog bilan jismoniy demak ma'lumotlarni yoki jismoniy shaklda bo'lgan qanaqadir obyektlarni qanaqadir raqamli ma'lumotlarga aylantirish. Shu elektronlashtirish shu joyda demak shu tushuncha bilan yakunlaymiz. Demak, raqamlashtirishda nafaqat elektronlashtirish joyida to'xtaladi, ya'ni jismoniydan, analogdan raqamliga o'tibgina o'sha joyda elektron naqala to'xtaydi. Elektronlashtirishda bir vazifasi tugaydi desak bo'ladi. Chunki raqamlashtirishda biza tahlillar, raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiyani hali o'tgan darslarda ko'rdik. Endi biza raqamli tahlillarga muhtojmiz. Bu raqamlar bizga gapirish kerak. Bu raqamlar bizga nimadirlarni tushuntirish kerak. Bu raqamlar orqali biz izohlashimiz kerak va raqamli texnologiyalarda turli aspektlarda raqamli texnologiyalarni qo'llab, biz uni biznes boshqaruvda amalga oshirishimiz kerak. Demak, shu uchun ham biz boya raqamlini ta'rifida ko'rdik. Demak, bunda McKinsey 3 ta jihatni birlashtirgan. Shulardan bittasi boshqaruv. Biz bu elektronlashtirish bilan to'xtamasdan, nafaqat elektron tarzda taqdim etib ma'lumot almashishga to'xtab qolmasdan, balki undan unumli foydalanishni ham nazarda tutadi raqamlashtirish. Endi kelinglar, birinchi o'zi raqamlashtirish qayerdan kelib chiqqan? 1971-yil Robert Makl demak kompyuter yordamida olib boriladigan tadqiqotlarni imkoniyat va cheklovlardan kelib chiqqan holda jamiyatda raqamlashtirish haqida fikr bildirgan. Demak, bu 1971-yilda sodir bo'lyapti. Keyingisi iScoop degan kompaniya bu raqamlashtirishning ta'rifini quyidagicha keltiradi. Biz raqamlashtirishga alohida to'xtaymiz endi. Raqamliga to'xtadik, elektronlashtirishga to'xtadik va raqamlashtirishga to'xtaymiz. Raqamlashtirish atamasi daromad olish, biznesni takomillashtirish, biznes jarayonlarini almashtirish, o'zgartirish va ma'lumotlardan foydalanishni anglatadi. Demak, bu elektron bo'lgan ma'lumotlardan foydalanishni nazarda tutadi. Demak,
shu bilan birga raqamli axborot raqamlashtirishning asosida turadi deb ta'riflaydi. Demak, bu raqamli axborot juda ham muhim va raqamlashtirish shu asosida amalga oshadi. Demak, ko'ramiz, yangi qiymat yaratish ham, biznesni jarayonlarini o'zgartirish ham, demak, biznes takomillashtirish ham hammasi shu raqamli va raqamli texnologiyalarga asoslanadi. Raqamli strategiya bosqichlarini biz ushbu grafda ifodaladik. Buni Bain kompaniyasi tomonidan keltirilgan. Bu demak turli yo'nalishlarda bo'lishi mumkin. Masalan, e'tiborlaringizga masalan 3-bosqichda turgan demak mijozlar tajribasi, mahsulot va xizmatlar, raqamli operatsiyalar, operatsion modellar, ma'lumot va tahlillar, IT ni qayta yuklash yoki qayta demak transformatsiya qilish, ishlatish, samarali ishlatishni nazarda tutadigan yo'nalishlarga ajratish mumkin deb hisoblaydi Bain. Bunda eng asosiy narsa mana qizil qismida ko'rsatilyapti. Raqamli maqsadga erishish nuqtasi mana shu qizil nuqtalar hisoblanadi. Demak istiqbolini shu ketma-ketlikda ko'rish mumkin. Endi raqamli demak texnologiyalar raqamlashtirish bu 4-sanoat inqilobida juda ham muhim o'rin tutadi. Biz oldin shu 4-sanoat inqilobi degan Industry 4.0 deb yuritiladi. Demak, Industry 4 ham deb yuritiladi. Buni tushunish uchun demak, birinchi Industry 1.0, sanoat 1.0 nimadan iborat edi? Mexanizatsiya, suv va bug' energiyasidan foydalanish. Demak, shu asosda sanoatlashtirish boshlangan. Keyingisi ommaviy ishlab chiqarish va elektr energiyaning joriy etilishi. Undan keyingisi avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish, kompyuterlar va axborot tizimlaridan va robotlardan foydalanish. Raqam demak sanoat 4.0da esa aqlli ishlab chiqarish, o'z-o'zini boshqarish tizimlari, buyumlar interneti, machine learning kabi demak texnologiyalar juda ham muhim o'rin tutyapti. Sun'iy intellektni ham misol qilishimiz mumkin. Demak, raqamli texnologiyalar demak asosiy o'rin tutadi. Muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya uchun quyidagilarni sanab o'tish kerak bo'ladi. Bular nimalar? Shu Industry 4.0 dan kelib chiqqan holda, demak, sanoat 4.0 rejasini yaratish, dastlabki pilot loyihani yaratish, 3-dan zarur ko'nikma va qobiliyatni aniqlash, 4-chi data analitikasi bo'yicha bilimga ega bo'lish, raqamli tashkilotga transformatsiya qilish, ekosistema yondashuvini amalga oshirish. Demak, bu o'ziga xos muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya uchun ko'rsatma. Bilamiz, hozir ko'p kompaniyalar shu data science, ya'ni ma'lumotlar tadqiqoti deymizmi, shu yo'nalishda ehtiyoj sezyapti, chunki data analitikasi bu juda ham bizneslarning muhim jihatlari bo'lib qolmoqda. Demak, biz shu joyda, shu qismda mahsulotlarni raqamlashtirish uchun kerak bo'lgan qadamlarni ham sanab o'tamiz. Bular birinchidan raqamlashtirishga qaratilgan maqsadlarni aniqlash kerak bo'ladi, jismoniy jihatdan o'rganish kerak bo'ladi. Agar jismoniy mahsulot bo'lsa, o'rnatish va bog'lash, o'sha mahsulotda qanaqadir chip o'rnatiladimi, qanaqadir ma'lumot tarqatadigan naqa o'rnatiladimi, chunki uni keyinchalik dastur bilan bog'lash mumkin bo'ladi. Imkoniyat va vaziyat yaratish, demak, oldin shuni demak bog'langandan keyin yangi imkoniyatlar paydo bo'ladi, yangi qiymat paydo bo'ladi. Demak, shunga e'tibor qaratamiz va 5-inchisi ma'lumotlardan foydalanish. Endi bu jihat bizga qanaqadir ma'lumotlar taqdim etib boshlaydi raqamlashtirgandan keyin. Demak, bu ma'lumotlardan endi to'g'ri tushunib foydalanishimiz muhim hisoblanadi. Bunda tarvuzni sotishda ham ayrim kompaniyalarning qilgan, unda o'rnatilgan har xil chiplar, har xil ma'lumot uzatuvchi naqalar, sotish nuqtalarini qayerda ko'proq sotilayotganini aniqlash bo'yicha qilingan tadqiqotlarni misol keltirishim mumkin. Hatto tarvuzdek qanaqadir poliz ekinini ham demak shunaqa raqamlashtirish mumkin ekan. Demak, biz raqamlashtirishga
turli kompaniyalarni demak ta'riflarini keltirishda davom etamiz. Bu yana ham ushbu tushunchalarga to'liq fikrga ega bo'lish uchun tinglovchilarga tavsiya etiladi. Bular nima? PricewaterhouseCoopers degan kompaniyaning ma'lumotiga ko'ra, yuqori raqamli ta'minot zanjiri, bu ko'pincha ingliz tilida ham eslab qolish muhim, digital supply chain deb yuritiladi va operatsiyalar kompaniyaning samaradorligini yiliga 4.1% ga oshirishi va daromadlarni yiliga 2.9% ga oshirishi mumkin. Raqamlashtirish orqali kamida mana shunaqa ko'rsatkichlarga ega bo'lish mumkin. Bu o'rtacha kompaniyalarni demak ma'lumotlari asosida qilingan. Keyingisi raqamli ta'minot zanjiri bizga ko'p jihatdan raqobatdosh ustunlik beradi. Ulardan biri bu mahsulotni ishlab chiqaruvchidan ulgurji xaridor, distributorga o'tishdan oxirgi iste'molchiga yetgunga qadar borishi, o'rganish imkonini beradi. Men boya aytgan tarvuz haqidagi misolim ham, o'zi tarvuz qaysi nuqtalarda ko'p sotilyapti, qaysi iste'molchilar guruhi ko'proq olayotgani kabi informatsiyalarni ham, demak ma'lumotlarni ham tahlil uchun bizga juda ham muhim bo'ladi. Ernst & Young kompaniyasi tadqiqotlarida esa yangi texnologiyalarni qo'llash, raqobatdosh ustunlik qo'lga kiritish, samaradorlikni oshirish va biznesni rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri bo'lgani aniqlandi. Demak, bular ham Ernst & Young ham o'ziga yarasha tadqiqot o'tkazib, shunaqa xulosaga kelganki, yangi texnologiyalarni qo'llash bu raqobat, bilamiz bozorda juda ham raqobat ko'p. Demak, bitta omadli chiqqan narsani hamma takrorlagisi keladi. Demak, shunda yangi texnologiyalarni qo'llash, demak, raqobatda ustunlik berar ekan. Ya'ni qaysidir biznesda kirmaylik, biz mana shu raqamli texnologiyalar, yangi texnologiyalarga e'tibor qaratishimiz kerak. Nima yangi qiymat yarata olamiz ushbu sohada. Yana bir misol, mahsulotni qanday qilib raqamlashtirish mumkin degan savolga, turli kompaniyalar raqamlashtirishni amalga oshirishda farqli bo'lishi mumkin. Hamma mahsulotlarda har xil bo'lishi mumkin. Umumiy holda, lekin ularni butun raqamlashtirish jarayonini umumlashtirish mumkin. Bunda bugungi kunda korxonalar tovar ishlab chiqarish va tarqatish sohasida katta o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Ushbu yangi to'lqin boya aytganimizdek sanoat 4.0 deb nomlanadi va avtomatlashtirish, ma'lumotlar almashinuvi bilan, demak, boshqa bunaqadan ajralib turadi sanoat inqiloblaridan. Bu o'z navbatida jismoniy obyektlar va raqamli aktivlarni o'zaro bir-biriga bog'lash orqali amalga oshiriladi. Demak, raqamli elektron tarzda mavjud bo'lish, demak, va uni orqasidan qanaqadir ma'lumotlar tahlil uchun olish, bu asosiy raqamlashtirishni, demak, ko'rsatkichi. Demak, o'sha qanaqa raqamlashtirish mumkin dedik, uni bosqichlarda ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu raqamlashtirishga qaratilgan maqsadlarni aniqlash. Demak, biz raqamlashtirishdan maqsadimiz nima edi? Aytaylik, faqat ta'minot zanjirini emas, balki biz boshqa narsalarga yana qanaqadir qo'shimcha ma'lumotlar biz biznesimiz uchun, marketingimiz uchun talab etiladi. Shundan kelib chiqib ko'rishimiz mumkin yoki biz operatsiyalarni qanaqadir yengillashtirishni xohlarmiz. Marketing va boshqa bo'limlar qanday ma'lumotlar va tahlillarga muhtoj? Boya aytgandek, marketingning nuqtai nazaridan biz ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, maqsadimizni aniqlab olishimiz kerak. Keyingisi jismoniy jihat. Qanday qilib mahsulot bilan ishlash kerak? Uni qanaqa qilib uni o'zgartirsa bo'ladi raqamliga? Bunda mahsulotni jismoniy jihatdan tahlil qilish kerak. U bilan raqamli bog'lashni qanday amalga oshirish usullari borligini o'rganish talab etiladi. Bunda biz boshqa bir yondashuvni qo'llashimiz ham mumkin. Jismoniy jihatidan kelib chiqib, bunga o'xshagan mahsulotlar yoki shunga yaqin bo'lgan mahsulotlar, o'xshash bo'lgan mahsulotlar qanaqa raqamlashtiriladi? Qanaqa taglanadi, qanaqa bir-biriga bog'lanadi dastur bilan. Shu narsalarga ham e'tibor qaratsak bo'ladi. Demak, dunyoda hozirda jismoniy mahsulotlarni raqamliga aylantirish bo'yicha juda ham katta tajriba to'plangan. Biz shuni o'rganib joriy etishimiz o'zi bir kifoya qiladi deb o'ylayman. Shuning uchun jismoniy jihatda, demak, ushbu qismda, ikkinchi qismida
tushunishimiz, tahlil qilishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi o'rnatish va bog'lash. Bu turli xil texnologiyalarni, demak, markirovkalar va hokazolarni qo'llagan holda amalga oshirish mumkin. Endi buni qaysini optimalligini o'sha kontekstdan kelib chiqib, o'sha demak, mahsulotni jismoniy jihatidan kelib chiqib amalga oshirilishi kerak. Bu QR kod, sensor, 3D skaner kabi narsalar bunga yordam beradi. Imkoniyat va vaziyat degan nuqtaga, masalaga to'xtalgandik. Bunda biz shu qo'shilgan qiymat, yangi qiymat yaratish uchun nima qilishimiz kerak? Qanaqa texnologiya yoki jarayonlar qo'shilishi kerak? Ko'plab mahsulotlarni raqamli tatbiq etish yoki raqamlashtirish muammo sifatida ko'rilishi mumkin. Bunda mahsulotlarni tabiatdan kelib chiqqan holda uni kuzatish mumkin. Demak, turli jihatlari o'rganib, shu asosda tavsiyalar ishlab chiqilishi mumkin. Masalan, oziq-ovqat mahsulotlarini markirovka yoki qadoqlash orqali bunda masalan o'sha qanaqadir QR kodlarni kiritib, qanaqadir demak rasmlar orqali, qanaqadir skanerlar orqali amalga oshirishimiz mumkin. Demak, keyingisi ma'lumotlardan foydalanish. Demak, bu qismda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Buning ichida demak, yetkazib berish, iste'mol darajasi, zarar, shu boya aytganimizdek, bitta oziq-ovqat masalan magazinning o'zini, mahsulotlarning o'zini bir tahlilini olib qarasak ham bo'ladi. Shu qancha sotilyapti, kuniga qanaqa mahsulot sotilyapti, kunning qaysi nuqtasida sotilyapti. Mana shu narsalarni ham tahlil qilib, qaysi kunlar yaxshi ketayotganligini tahlil qilib ham demak ma'lumotlardan unumli foydalanish mumkin. Internetda ham raqamli bizneslarning turli xil analitika dasturlari bor. Bular mana sanab o'tamiz: Google Analytica, Looker, Site Impro, Pendo, Amplitude Analytics, Adobe Analytics, Smart Look degan kompaniyalar bor. O'sha grafikda keltirilgan. Demak, o'ng tomondagisi demak yuqori naqada natijalar ko'rsatayotgan naqalar, demak bozorni demak quyi qismi, endi aytaylik bir yangilikka, bir yangi yo'nalishlarga qaratilgan qismi demak chap tarafda ko'rishimiz mumkin. Yoki qanaqadir spets tovarlarga maxsuslashtirilgan yo'nalishlarda demak chap tomonni ko'rishimiz mumkin. Shunda biz ko'proq mana naqalarni ko'ramiz. Adobe, Google kabi naqalar yuqori naqalarda turibdi. Eng ko'p foydalaniladigan analitika dasturlarida turibdi. Demak, raqamli analitikaga to'xtaydigan bo'lsak, bu quyidagilarni bajarish kerak. Birinchidan, tashriflar, seanslar, individual tashrif buyuruvchilar, foydalanuvchilarning kirish va chiqish sahifalari, foydalanuvchi xatti-harakatlarini o'z ichiga olgan web trafikni o'lchash. Keyingisi, belgilangan raqamli tadbir yoki konversiyani kuzatib borish. O'tgan vaqt va real vaqtda trafik haqida hisobot berish. Trafikni demografiya, qurilma, sotib olish vositasi, geografiya va guruhga asoslangan segmentlash. Platforma va web kontentga bog'liq bo'lmasligi kerak. Demak, shu jihatlarga e'tibor qaratamiz biz raqamli analitikada. Masalan, Google Data Studioda ayrim ma'lumotlarni analitika qilish mumkin. Quyidagi ko'rinishda ega bo'ladi. Buni Google Data Studio deb internetda qidirib ham ko'rishlaringiz mumkin. Bugungi kunda masalan shu jismoniy mahsulotlarni naqa qilishga ko'p to'xtalishimiz mumkin. Lekin bitta misol yaxshi naqa bo'ladi, tushuntirish beradi deb o'ylaymiz. Demak, Amazon.comda demak vizual qidiruv texnologiyalari paydo bo'lgan. Ko'rishimiz mumkin. Krossovkaga masalan tegishli naqalarni hozir misolda ko'ramiz. Under Armour degan brend asosida. Bunda nima, Amazon misolida nima qilyapti? Amazon vizual qidiruv texnologiyasini ishga tushiryapti. AI tavsiyalar bor bunda. Alexa qurilmasi orqali ishlaydi. Email marketingda innovatsiyalar qilinyapti. Personalizatsiya va kustomizatsiyadan foydalanyapti. Ijtimoiy media analitikalarni amalga oshirilyapti. Demak, bunda naqani ko'rib qolganda, demak,
qaysidir mahsulotni ko'rib qolganda, o'sha demak QR kodi orqali demak uni Amazonda unaqa qilib vizual qidiruv naqasini ishga solish mumkin. Endi jarayonlarni raqamlashtirishga to'xtalamiz. Demak, raqamlashtirish jarayonida biza Bearing Point demak tadqiqot demak kompaniyasini ma'lumotlari asosida keltirdik e'tiboringizga. Bu birinchidan jarayonlarni demak raqamlashtirishda xizmat va mahsulot dizayni muhim. Demak, biz dizaynni shu xizmat va mahsulotni demak olib chiqayotganimizda buni o'sha qanaqa yaratilayotganiga, yaratilish jihati juda ham muhim hisoblanadi. O'zi qanaqa ishlab chiqiladi, masalan aytaylik, xizmat yoki mahsulot qanaqa ko'rsatiladi yoki mahsulot qanaqa ishlab chiqiladi. Shu jarayonga e'tibor qaratishimiz kerak, uni yaxshi tafakkur qilib bilishimiz kerak. Ikkinchi bosqich jarayonlarni loyihalashtirish, keyingisi transformatsiya qilish va undan keyingisi amalga oshirish. Bu to'rtta jihatda oldingi transformatsiyaga to'xtalganimizda ham ko'rgandik. Demak, birinchi bosqichda aytib o'tdik. Bunda har xil anaqalarni qo'llash mumkin: sun'iy intellekt, chatbotlar, kognitiv agentlar va hokazo. Customer journey degan tushunchalar bor. Mijozlar demak xaritasi deymizmi, mijozlar tajribasi degan narsa bor. Buni tushunishimiz kerak. Customer experience degan narsa. Avvalambor shu mijozlarni tushunish, xizmatni ishlab chiqish, xizmatni yetkazish, shu qiymatni yetkazish jarayonlarini yaxshi tushunishimiz kerak bo'ladi. Undan keyingina biz mana shu narsalarni yaxshi tushunib olsak, mijozni yaxshi tushunib olsak, mijozni harakatlarini yaxshi tushunib olsak, demak undan keyin monetizatsiya ishlariga, strategiyalariga o'tishimiz mumkin. Demak, boya aytganimizdek, maqsadni aniq bilib olish, muammolarni aniqlash, fikr va g'oyalarni belgilash va yechim topish bunda muhim hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda jarayonlar dizaynida, ya'ni loyihalashda biza demak jarayon samaradorligi nuqtai nazaridan ko'rib chiqishimiz kerak. Qanaqa qilib bu jarayonni samarador qilishimiz mumkin? Bunda jarayon raqamlashtirish dizayni jarayonda qat'iy tartibda amalga oshirish kerak. Bunda ma'lumotlar manbalari, ma'lumot interfeyslari va eng muhimi ma'lumotlarni qayta ishlashga e'tibor qaratishimiz kerak. Demak, biz undan nimadir ma'lumotlarni olgandan keyin albatta uni xulosalar yasashimiz uchun juda ham muhim. Keyingisi transformatsiya. Transformatsiyasini ham, demak, transformatsiya qismini ham quyidagilarni hisobga olish kerak. Bu texnik iqtisodiy tekshiruvlar, feasibility check, qanchalik biz shuni ko'tara olamiz yoki amalga oshirilib bo'ladigan narsa, budjet taqsimlash, demak, ajratilgan mablag'dan unumli foydalanish, ya'ni vaqt jadvalini rejalashtirish, timeline planning deydi. Demak, ma'lum bir muddatda demak shu narsani biz tushunishimiz kerak. Bu joyda MVP deb ko'pchiligimiz startaplar nuqtai nazaridan yaxshi bilishimiz mumkin. Minimal hayotiy mahsulot deb tarjima qilsak bo'ladi. Ushbu jarayonda ham, transformatsiyada ham shu minimal jihatdan kelib chiqib boshlash kerak. Asosiy jihatlar ishlab tursa, demak qolgani sekin to'ldirilishi mumkin. Buni o'sha feasibility checkda ham, budget allocationda ham, timeline planning degan shu yuqoridagi 3 ta jihatda ham e'tiborga olish zarur. Keyingisi tatbiq etish bosqichi. Demak, talabalarga bu demak implementationda agile development va Scrum frameworkdan bilan tanishlari tavsiya etiladi. Demak, raqamlashtirishga endi Gartner Research'da ta'rifini beramiz. Bu biznes modelini o'zgartirish va yangi daromad va qiymat ishlab chiqarish imkoniyatlarini ta'minlash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanish, raqamli biznesga o'tish jarayoni. Demak, ma'lum bir kompaniya bor edi, raqamli biznesda emasdi,
va u o'sha jarayonlarni, o'zidagi jarayonlarni raqamlashtirish orqali yangi qiymat yaratish va yangi bir demak raqamli shakldagi biznesga o'tish jarayoniga aytiladi. Menimcha eng yaxshi va chiroyli ta'riflardan bittasi mana shu. Gartner Research o'zi axborot texnologiyalari sohasida juda ham kuchli bir tadqiqot kompaniyasi hisoblanadi. Demak, xizmatga ham to'xtalamiz. Xizmatlarni demak raqamlashtirishga ham, xizmat va mijozlarga foydali yoki qimmatli qiymatni taqdim etish bo'yicha ish faoliyati. Iqtisodiyotda xizmat bu shunday jarayonki, unda sotuvchidan xaridorga hech qanday jismoniy tovar o'tkazilmaydi. Demak, shu uchun sohani xizmatlar sohasi deb yuritamiz ham biz. Xizmat yana to'xtalib o'tamiz. Xizmat bu nomoddiy xususiyatga ega. Demak, odatda xizmatlarni mukammallik darajasiga asoslangan model mavjud. Bu 3 darajada o'lchanadi. 4 darajada 3-darajagacha, 0 dan 3-darajagacha o'lchanadi. Bu birinchisi raqamli xizmat mavjud emas, ikkinchisi raqamli qo'llab-quvvatlanadigan xizmat ma'lum bir darajada va raqamli xizmat. Bunda mijozlar nuqtai nazaridan xizmat to'liq onlayn kanallar orqali taqdim etiladi. Demak, baribir ham o'sha bu jarayonda 2-darajada ayrim jarayonlar raqamliga aylanmay qolgan bo'ladi. 3-darajasi esa bu to'liq raqamlashtirilgan xizmat. Bunda barcha back office ham, demak front office ham hamma jihatlar elektron, demak ish oqimi elektron tarzga amalga oshirilib boshlanadi. Hamma boshqaruv jihatlari ham bir-biriga demak sinxronizatsiya qilgan holda amalga oshiriladi. Demak, biz undan keyingi boshqa bir tadqiqotlarda yana 4-5-darajalar keltiriladi. Biz undan keyingi darajalarni biz faqat shunaqa deb aytishimiz mumkinki, bu boshqariladigan raqamli xizmatlar. Bunda nima farqi bor? Endi boya ko'rsatib o'tgan 4 darajadan tashqari xizmat ko'rsatish to'liq raqamlashtiriladi va xizmat nazorat qilinadi va boshqariladi. Endi raqamli boshqaruv amalga oshirilyapti. Va 5-darajada bu demak optimallashtirilgan, raqamlashtirilgan xizmat deb aytamiz. Buni endi sun'iy intellekt orqali amalga oshiriladigan, o'zi fikr yuritib, o'zi qarorlar qabul qiladigan, muloqotlar qiladigan, demak shunaqa raqamli xizmat deb aytishimiz mumkin. Demak, biz ko'proq kompaniyalarni hozir mana shu 3-eng rivojlangan kompaniyalarni ham 3-4 bosqichlarda ko'ramiz. Ko'pincha 3-bosqichlarda, lekin Amazonga o'xshagan kompaniyalar ko'proq mana shu innovatsion bo'lgan kompaniyalar harakat qilishyapti yangi bir bosqichga o'tishga. Bu shu sun'iy intellektni qo'llagan holda. Demak, 2021-yil 11-may kuni raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish masalalari bo'yicha O'zbekistonda ham bir naqa bo'lgan. Bunda demak, raqamli texnologiyalarga tegishli bir qator anaqa prezident qarorida bir qator demak jihatlar e'tiborga olingan. Bunda ko'p jihatdan bugungi kunda tatbiq etilgan yagona elektron chiptani joriy etish, sanoat korxonalari axborotlarini keng joriy etish hisobiga tannarxi 10-15% ga qisqartirish, elektron shifoxona, elektron tibbiyot kartasi, shu kabi demak tibbiyot sohasini ham rivojlantirishga e'tibor qaratilmoqda. Ushbu darsni so'ngida aytib o'tmoqchi biz, man raqamli transformatsiyada Albert Einstein gapini aytmoqchi biz. Muammolarni yaratganing usulida yecha olmaysan. Qanaqa yaratgan bo'lsang, shu usulda yecha olmaysan. Bunda yangicha fikrlash kerak. Bir xil fikrlasang, yaratganingdagidek. Demak, buni yecha olmaysan. Demak, yangicha fikrlash kerak. Transformatsiyani ham asosida shu jihat yotadi. E'tiboringiz uchun rahmat.